Biz misol 4 yil o'qiymiz. Biz 10 yil o'qiymiz. 6 yil, 7 yil, plus 3 yil yoki 2 yil. 12 yil o'qiganman. Ha. Buncha ta'limdan keyin 3 million oylik berib qo'yib, mana shu yerda o'tir. Biz seni yaxshi ko'ramiz. Shu yerda o'tirib bersang bo'ldi deyish bor-ku, noto'g'ri narsa-da bu. Albatta. Senda vatan tuyg'usi bo'lishi kerak, sen vatanni vijdon, sen Gipokrat qasam ichgansan. Sen nima kirding kasbga? Shuni bilgansan oldindan degan talablar qo'yishadi-da. Mayli, vijdonli odam ishlab ko'radi ma'lum vaqt. Lekin oxir portlaydi keyin. Bo'ldi deydi o'rada oxirida. Men nima senga temirmanmi deydi. Chunki u ham oilasi bor, bola chaqasi bor, u ham bola kasal bo'ladi, u ham kasalxonaga boradi. Endi o'shanda o'z-o'zidan u keyingi ish tanlaydi. Skoriga kiradi keyin yoki bir chasga kiradi. Vaqtini keyingi bir topishiga sarflaydi va o'z-o'zidan dam olish soat kamayadi. Dam olish soat bo'lmadimi? Endi qachon vaqt ko'paysa uxlamoqchi bo'ladi. Buncha vaqtda tejab qolmagandan keyin u o'zini ushlash olmaydi. Xohlaymizmi yo'q ishlolmaydi. Vaqti yo'q bunda ishlash uchun. Iloji boricha bu yilgi daromadim 10 million qilib olay, keyin dam olaman deydi misol uchun. Tushunyapsizmi? Bu narsa vrachlarga bosim oshib boradi juda ham. Siz hozir xalqqa kelib gapiryapsiz. Men vrachga kelib chiqib gapiraman. Talabalarimiz to'g'ri, o'zgarish muammolari bor. Yaxshi o'qish kerak, o'zini ustida ishlash kerak. Lekin afsus tizimda hali vrachni himoyalash tizimi yo'q, afsuski.